Bugungi videoda va nihoyat Atom odatlar kitobini tahlil qilib formulaga qo'yib chiqamiz. Xo'p, bu video Atom odatlar tahlili 5 ta qismdan iborat bo'ldi. Bu 5-qism, oxirgi yakuniy qism. Shu 4 ta qoidani umumiylashtirib bitta formula qilamiz, xulosasini qilamiz bu kitobni. Odat shakllantirish uchun va yaxshi odatlarni shakllantirish uchun va yomon odatlardan qutulish uchun intizomni eng boshlang'ich nuqtasi bilimi mana shu kitobdan boshlanadi. O'z aslida juda ko'p insonlar tavsiya qilgan. Bundan tashqari boshqa manbalardan o'qigan ma'lumotlarimni ham qo'shib umumiylashtirib bitta formula qilamiz bugungi videoda odat shakllantirish bo'yicha va yomon odatlardan qutulish bo'yicha. Biz gaplashgan edik, odat Atom odatlarda 4 ta qoida bor deb. Shularni bugun jamlaymiz 4 tasini ham. Birinchisi bu odat yaqqol bo'lishi kerak degan edik. Birinchi qoidasi edi bu. Nima degan edi? Ya'ni ko'rinishi kerak odat. Hech bo'lmasa boshlab qo'ygan bo'lishingiz kerak u odatda. Kitob o'qish odat qilmoqchimisiz, uni stol ustiga qo'yib qo'yish, boshlagan har kuni ko'zingiz tushsin u kitobga. Umuman noma'lum narsani siz boshlab boshlashingiz ham qiyin bo'ladi. Eng qiyin ish o'zi boshlash degan edik. Bu kitobda yoki umuman odat boshlash uchun, uni davom ettirish uchun eng qiyin qismlardan biri bu boshlash edi o'zi. Boshlab olganingizdan keyin siz 90% ishni bajardim deb hisoblayvering. Chunki 90% insonlar, balkim 80% insonlar bu odatni boshlamagani uchun ham keyinga qoldirib keladi va umuman unutib yuboradi. Xo'p, boshlash uchun odat yaqqol bo'lishi kerak. Ya'ni signal bo'lishi kerak miyaga. Muhitingizni to'g'irlang, kitoblar bilan to'ldirib tashlashingiz mumkin stolingiz ustini. Ikkinchi qoida bor edi, bu odat jozibali bo'lishi kerak. Ya'ni odat qanday bo'lishi kerak, ya'ni yaqqol bo'lishi kerakdan bu qoidaning nima farqi bor desangiz, istak, ya'ni nimaga biz yomon odatlarni tasholmaymiz degan misolda ko'rib chiquvdik. Chunki yomon odatlar shu jarayonni o'zida bizga zavq, lazzat beradi. Dopamin beradi. Reels ko'rish, musiqa tinglash jarayonni o'zida bizga natija, ya'ni lazzat, mukofot, dopamin bergani uchun ham bu odatlarni biz tashlashga qiynalamiz. Tabiiyki, bu odatni har kuni esimizdan chiqarmasdan qilamiz. Ya'ni Instagramga kirishimiz uchun alohida reja qilib kirishimiz shart emas. Bizda bu avtomatik bo'lib qolgan, chunki miya lazzat, ya'ni joyida lazzat olgan narsasini unutmaydi va yana takrorlayveradi. Shuning uchun ham ikkinchi qoidada nima deydi? Yaxshi odatlarni jozibali qiling deydi. Buni qanaqa qilamiz desangiz, anaqa qoida bor bu yerda, ya'ni mukofot darhol berishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin 30 kun kitob o'qiysiz va zanjiri uzmasdan, ya'ni galochka qo'yib borasiz kalendarga yoki daftariga. Natijani ko'rib turganingizdan keyin o'sishni ko'rib turasiz va davom ettiringiz kelaveradi. 3-chi qoida nima edi? Bu odatni oson qil. Nimaga o'zi biz odatlarni boshlamaymiz, boshlasak tashlab qo'yamiz, oxirigacha olib bormaymiz. Yanvardan zalga chiqishni boshlaymiz, lekin oxirigacha bo'lmaydi desak, katta nagruzka qo'yib yuboramiz boshidan. Umrimizda zalga chiqmagan, sport bilan shug'ullanmagan odam birdaniga ertalabdan zalga chiqish bu o'ta qiyin narsa o'zi aslida.
Shuning uchun odatda oson qilib olasiz. 2 daqiqa qoidasi ham adashmasam shu qismda edi. Odat 2 daqiqadan boshida oshmasligi kerak. Foyda berish bermasligi u yo'lda bo'ladigan jarayon. Muhimi buni odat qilib olish. Har kuni bir betdan o'qish foydalimi yo'qmi, bu masala haqida gap ketmayapti. Masala boshida aytganimizdek, boshlash qiyinligi uchun odatni oson qilib olamiz. Motivatsiya olib har hafta bitta kitob yoki har oy bitta kitobga ketaman emas, hech bo'lmaganda kuniga bir sahifa o'qiyman deb odatni boshlasak, hech bo'lmaganda boshlaymiz. Bir oy o'tadi, 2 oy o'tadi, yana qo'shimcha sahifani qo'shib bu odat sekin-sekin qiyinlashtirsa bo'ladi va bu bizga tabiiyki odat bo'lib qoladi, tashlash ham qiyin bo'ladi. Oxirgi va 4-qoida odatni qoniqarli qil deydi. Ya'ni odat yoqishi uchun u miya darhol natijani ko'rishi kerak. Boya aytdik, bu zanjirni uzmaslik odatda ma'no bo'lishi kerak. Yana bitta muhim masala, ya'ni nima uchun bu odatni o'zi qilayotganingizni ongli bilib turishingiz kerak. Sport bilan shug'ullanyapsizmi? Tabiiyki 80-70-60, ya'ni sog'lom bo'lib yurish uchun buni qilayotganingizda tushunib yetishingiz kerak. O'shanda odatda tashlab qo'yishingiz ham qiyinroq bo'ladi yaxshi odatlarni.